Tog'da yugurish nafaqat musobaqa, balki tabiat bilan uyg'unlik, o'zini yengish va ichki kuchni kashf etishning aniq ko'rinishidir. Samarqand marafon seriyasi tashkilotchilari ana shu jihatlarni inobatga olgan holda 2 kun davomida Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumani Amirsoy tog' chang'isi majmuasida turli masofalarga yugurish musobaqalarini o'tkazdi. Ikkinchi kungi dasturda 5 yoshdan 11 yoshgacha bo'lgan bolalar 100, 300, 600 metrlik o'ziga xos trassani bosib o'tdilar. Ushbu yugurish dasturida barcha qatnashchilar g'olib. Shu bois tashkilotchilar startga chiqib, maraga yetib kelgan atletlarga medallarni taqdim etishdi. Asosiy maqsad bolalarni hozirdanoq sportga qiziqtirish, atrof muhit tozaligi, tabiatni asrab-avaylashni o'rgatishdan iborat. Bolalar esa bu kabi tadbirlarda ishtirok etganlaridan benihoya mamnunlar. Я участвовала в школе в соревнованиях. 3-sinfda o'qiyman. Maktabda ham musobaqalarda qatnashamiz. Bunday yugurishlarda oldin ham ishtirok etganman. Buxoroda o'tgan yugurish juda ham yoqqan. Kattalar ikkinchi kungi bahslarda pik dasturida ishtirok etishdi. Unda qishki Olimpiya o'yinlari ishtirokchilari Rolan va Ruan Raimqulovlar g'olib va sovrindorga aylanishdi. Zen dasturidagi yugurishda Radmila Safina, Vladimir Kuznetsov g'alaba qozonishdi. Musobaqa davomida qatnashchilar malakali o'qituvchilar bilan yoga mashqlarini ham bajardilar. O'zbekiston madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi tomonidan tashkil etilgan 1000 dan ortiq ishtirokchilarni qamrab olgan yana bir sport festivali o'z nihoyasiga yetdi. Barchani kayfiyati a'lo darajada. Yangi cho'qqilarni zabt etishni rejalashtirgan qatnashchilar ham ko'p. Tashkilotchilar esa endi barchani Zomin ultra marafoniga taklif etib qoladi.